Hammaga assalomu alaykum. Havomizlar azizlar, salomatmisizlar? Bugun biz Fayz to'yxonasidamiz. Ideal show brand emas. Bizda shunaqa savollar bo'ladiki, shuni ham birdan aytib ketmoqchiman. Bizda ya'ni menda ikki xil sostav bor. Ya'ni show bilan va showsiz sostavimiz bor. O'sha ikkalasini ko'pchilik adashtirib qo'yib telefon qilishadi. Bugun show emas, узкий kruгdagi sostav bo'ladi. Bunda ham sozandalar, yonimdagi qo'shiqchi qiz, hamma komplet bo'ladi. Faqat show ko'rinishda bo'lmaydi. Albatta bu to'ylarimiz hammasi bir-biridan chiroyli va go'zal o'tadi. Chunki bizda jamoamiz mana turibdi, yetib keldi mana yonimga. Bizda mana shu jamoamdagi qo'shiqchi qiz ham, mana shu yigitlar ham hammasi o'zimni ishonchli yigitlarim, qizimiz, shogirdlarim hammasi va bir-birimizni juda ham mukammal tushunamiz. Va to'y holatida ham bir-birimizni tushungan holatda ishlaganimiz uchun ham men o'ylaymanki, hammaning qalbidan chuqur joy egallayapmiz degan umiddamiz. Va bizning ilinjimiz ham xuddi shunday. Demak, bugun Fayz to'yxonasidamiz, Jomboy tumani. Bugungi to'yimiz albatta bomba. Albatta kuzatishda davom eting. Rahmat.